Assalomu alaykum barchaga. Sizlarni GeoCrypto kanalida ko'rib turganimdan xursandman. Do'stlar, kecha soat 2:30 da bitta taktika ko'rsataman degandim levelga. Xullas o'yinlarga bosib, bu yerda ruletka kerak bo'ladi bizga. Xullas qizilga 1 tron, qoraga 1 tron tikasiz va 0.10 ni 0 ga tikasiz va 7 marta yuramiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita va 7ta. Xullas mana 7 marta yurdik va hisobimizda 9784 qoldi. Endi biz nima qilamiz? Qizilga 1 tron tikamiz. Qizilga yana 1 tron tikamiz. Xo'p, 1-2 tron tikamiz endi qizilga. Mana do'stlar, 4 tron, 9884. Xullas balansga yaxshilab e'tibor beramiz va bu yoqda оборотga e'tibor beramiz. Hozir menda оборот 3224, почти 3225 ta tron оборот qilganman. Hop, bunda balansimda esa 9884 tron. Mana shunaqa qilib o'ynab levellarni oshirib olsa bo'ladi. Faqat 7 marta yurasiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita va oxirgisi 7ta. Mana do'stlar, 0 ga tushsa sizga 1,5 tron g'alaba beradi. Xullas, mana shunaqa qilib o'ynaysizlar. Hisobimda hozir 74, 99-74 adashib ketdim. Xullas, mana bu yoqda оборот bo'lyapti, ko'rdingizmi? 3225 edi, 3239 bo'ldi. Shunday оборот qilasizlar. Agarda kimnidir hisobida anaqa balansi kam bo'lsa, sizlarga maslahat bergan bo'lardim. Mana bunaqa qilib o'ynashdi. Masalan, bu оборот ham balansga ham ishlaydi va siz 0.20 da o'ynaysiz va bunda 0.001 da tikasiz. Va 7 marta yurasiz. Bitta. Mana do'stlar, yana 0.15 yutdik va hisobimizda 100 tron bo'ldi. Xullas, shunaqa qilib оборот ham yaxshi qiladi agar ko'rayotgan bo'lsangiz va balansga ham yaxshi ishlaydi bu taktika. Do'stlar, keyin Telegram kanalimga ham obuna bo'ling, Telegram guruhimga obuna bo'ling va YouTube'da ham obuna bo'ling. Chunki YouTube'ga joylab boraman taktikalarni. YouTube'ga joylangandan keyingina anaqa qilib Telegram kanalga tashlab beriladi. Birinchi shtobi YouTube'ga anaqa bo'ladi. Yuklanadi video. Videolarni birin-ketin o'tkazib yubormaslik uchun, bittasini ham o'tkazib yubormaslik uchun YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Xo'p, YouTube kanalimizga kelsak, GeoCrypto degan kanal. Hozir ko'rsataman. Hozir YouTube'ga kiramiz va siz qidiruvda GeoCrypto deb bossangiz, hozir ko'rsatib beraman. Xullas, GeoCrypto degan kanal ko'p ekan va chiziqcha deb qidirsak, mana bizni guruhda. Xullas, agar Telegram kanalni topolmaydiganlar uchun bitta ko'rsataman. Mana shu еще deganni bosasiz. Men yana aytaman. Xullas, bosasiz.
va mana Trompik Militser Ref, ya'ni bu Trompikda ro'yxatdan o'tish uchun va Letpikda ro'yxatdan o'tish uchun Dojipik, Tompik, Solpik, Letking va oxirida Telegram kanal degan bor. Adashmasam bu ссылка xudo edi. Ko'ramiz hozir kirgizib. Ha, mana shu ссылка ekan. Shunga o'tsangiz mana 113 ta obunachi bor va hammasi akkauntlarni levelini oshirishga harakat qilyaptilar. Xullas, bu yerda faqat pik saytlari haqida emas, boshqa saytlar orqali ham pul ishlaydi odamlar. Xullas, shunday do'stlar, videomiz shundan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting, videoga like bosing va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Xo'p, men esa yana bir bor taktikani sinab ko'rsataman sizlarga. Xo'p, hisobimizda 100 tron va men balansim normal bo'lgani uchun 210 trondan оборот qilib boraman va 7 ta yuraman hozir. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, qatorasiga qora tushib kelyapti. 4 ta, 5 ta, 6 ta qizil, 7 ta endi qora. 7 ta bo'ldi va men endi qoraga tikaman. Bitta. Bang. Mana ko'rdingizmi? Men nimaga 7 ta yuraman? Sababi bu sizlar nima qilasiz? Xullas, 7 ta yurgandan keyin u yo'g'iga anaqa qilasiz, dagon qilasiz, qora yoki qizil, farqi yo'q. Ikkisini bittasiga dagon qilasiz va siz 1 tron tiksangiz sizlar 0.3 tron yutasiz. Ya'ni pobeda sizni foydangiz. Pribыл deydi-ku, o'sha sizni foydangiz bo'ladi. 0.3. Agarda siz 1 trondan оборот qilib borsangiz, agarda 0.10 dan tikib borsangiz, siz 0.03 yutasiz. Bu ham lekin balansga yaxshi ishlayapti. Mana 3255 7 minutda ichida qarab tursangiz 30 ta tron оборот. Men bu yerda оборот qilganlarim mana 592 ta, referallarim 810 ta tron оборот qilgan. Xullas, shunday qilib sekin-sekin, hamma narsa birdan bo'lmaydi, sekin-sekin harakat qilib ishlasanglar bo'ladi. Agarda siz 100 tron sotib oladigan bo'lsangiz, hozir tron narxi ancha arzonlab ketgan. O'sha odamlardan sotib oladigan bo'lsangiz 100 ta tron depozit qilib, shu 210 trondan tikib, оборот qilib tezroq silverga chiqib olinglar. Va ertaga tron narxi qimmatib ketgan payti siz chiqa olmay qolishingiz mumkin yoki qimmatga chiqqan bo'lasizlar. Va ko'pchilik buni avto captchaga ulayapti. To'g'risi, men silver akkauntni ulamagan bo'lardim avto captchaga. Bu shaxsiy o'zimning fikrim. Sababi men goldga harakat qilyapman. Sekin-sekin goldga harakat qilyapman. Hozirgi paytgacha 3 tami 4 ta silver akkaunt chiqazganman Trompikda. O'ziga o'zi ref qilganman, lekin bu o'ziga o'zi ref qilganda sayt baribir bloklashini bilaman. Oxirida blok qiladi, o'zingizga o'zingiz referal bo'lsangiz. Va 3 tasini ham 4 tasini ham sotib olganman. 100 mingdan sotganman, yashirmayman sizlardan. O'ziga o'zi ref. Ya'ni o'ziga o'zi ref deganda, xullas hozir masalan silverda 0.06 beradi. Men chiqazgan silverlarda esa 0.09 tron оборот anaqa beradi. Soatiga beradi. Xo'p do'stlar, ko'rishguncha xayr. Keyingi videolarda dahshat strategiyalarni ko'rsatib boraman. Keyingi strategiyamiz DICE o'yiniga bo'ladi. Va DICEda qanday qilib balans oshirishni ko'rsatib o'taman.